Hammaga salom do'stlar. Sizlarga men survivalda kreativ ko'rsatgan edim. Avtomat orqali 192 blokka tushib ketgan edim. Hozir sizlarga shuni qurishni o'rgataman survivalda. Agar video yoqsa obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Unda olg'a. O'tgan safar aytganimdek har tomonga 3 tadan qo'yib chiqasizlar. O'rtaga reshatka qo'yasizlar va suv qo'yasizlar. Keyin hammasiga TNT tiqib chiqasizlar. Men hozircha kamroq tiqaman. Qancha bo'lsa tiqib telaman hozir. Keyin uni chekkalariga blok qo'yasizlar. Qanday blok bo'lsa ham farqi yo'q. Keyin redstone qo'yib chiqasizlar. Keyin oxirida bitta knopkacha qo'yasizlar. Buni survivalda siz yo'q bo'lib ketishingiz mumkin. Shunga ustiga sovut va oltin olma yeb olasizlar. Va suv olasizlar. Bo'lsa pastga tushib yo'q bo'lib ketishingiz mumkin. 3 2 1 go. What the hell? Va tushguncha suv qo'yib tushasizlar. Menda o'xshamadi, balki sizda o'xshar. Videoga like va obuna tugmasini bosib qo'ying.